Kadr ketdi. Facebook orqali reklama yoqasiz, lekin saytingiz siz kutgandek natija bermayapti. Saytingiz bor, odamlar kirishyapti, lekin ro'yxatdan o'tmasdan chiqib ketishyapti. Trafik bor, ro'yxatdan o'tishadi, lekin saytingiz siz kutgandek konversiya bermayapti. Buning yagona sababi bor. Bu saytingizda sotuvchi matnining yaxshi yozilmaganida. Agar kuchli copywriting ishlatilsa, saytingiz oddiy tashrif buyuruvchini mijozga aylantiradi. Trafikni yo'qotmaydi, aksincha uni pulga aylantiradi. Sotuvchini o'rnini bosadi va mijozni o'ziga ishontiradi. Bugun sizga yuqori konversiyali sotuvchi sayt matni qanaqa yozilishini tushuntirib beraman. Men ismim Abdulloh. 3 yildan beri digital marketing bilan shug'ullanaman. Shu paytga qadar 50 dan ortiq sotuvchi saytlarda va 10 dan ortiq zapusk loyihalarida copywriter va sotuvchi sayt bo'yicha mutaxassis sifatida qatnashganman. Undan tashqari marketolog bo'lib, boshqa loyihalarda ham ishlayman. Mijozlarim orasida siz tanishingiz mumkin bo'lgan Najot Nur, Ibrohim Gulyamov, Barno dietolog, IDP Ads, Ma'muri Nayner kabi loyihalar bor. Agarda siz yuqori konversiyali sotuvchi sayt qilmoqchi bo'lsangiz, bu 5 ta muhim tamoyilga amal qilishingiz kerak. Birinchisi, diqqatni tortadigan kuchli sarlavha. Bu saytga kirgan odamni birinchi 3 soniyada nima haqida ekanligini tushuntirish kerak. O'zgacha sifat, qulay narx kabi umumiy gaplardan qoching. Ya'ni sarlavhada muammoni yoki istagini aniq ko'rsatishingiz kerak mijozingizga. Ikkinchisi, kuchli headline, ya'ni kirish qismi. Ko'pchilik saytlarda biz 5 yildan beri ishlab kelamiz deb boshlanadi. Bu yomon yondashuv. Odamlar o'z muammolarini yechimini qidirib kiradi saytga. Shuning uchun matn mijozi og'rig'idan boshlanishi kerak. Uchinchisi, tuyg'uga ta'sir qilish. Ya'ni odamlar har doim mantiqiy fikrlamaydi. Siz mantiqiy o'ylaydi deb o'ylashingiz mumkin, lekin aslida odamlar emotsiya bilan xarid qiladi. Shuning uchun siz odamlarni muammosiga, og'rig'iga, ularning orzu istaklariga ko'proq urg'u berishingiz kerak sayt matnida. To'rtinchisi, ishonchni yaratish, ya'ni social proof. Bu qismda siz mijozingizga ishonch yaratishingiz kerak, ya'ni bu xizmatda yoki mahsulotni sizdan sotib olishi uchun siz bundan oldin nima ishni qoyillatib qo'ygansiz. O'sha narsani keltirib o'tishingiz kerak. Beshinchisi, kuchli chaqiriq, ya'ni call to action. Call to actioningiz kuchli bo'lishi kerak. Biz bilan bog'laning yoki ro'yxatdan o'tish, ro'yxatdan o'ting degan yozuvlar uncha yuqori konversiya ko'rsatmaydi. Alex Hormozning bitta gapi bor. Kuchli call to actionda ikkita narsa bo'ladi. Birinchisi, hoziroq ro'yxatdan o'tish, ikkinchisi, nima uchun hoziroq ro'yxatdan o'tishga undash. Call to action foydani ko'rsatadigan taklif bo'lishi kerak. Ya'ni 30 daqiqalik bepul audit o'tkazamiz. Bir haftada natija ko'rsatmasak, pulingizni qaytaramiz. Ko'pchilik yo'l qo'yadigan xatolar. Biz haqimizda bilan boshlash. Hech kimga bu qiziq emas, ya'ni meni biznesim, men deb gapirganingiz hech kimga qiziq emas. Ularga faqat o'zlari qiziq, ularning muammolari, og'riqlari va ular xohlayotgan natijalar qiziq. Keyingisi taklif noaniq bo'lishi. Yaxshi xizmat, eng zo'r mahsulot degani bilan hech kim sizdan mahsulotingizni sotib olmaydi, ro'yxatdan o'tishmaydi. Aniq natija ko'rsating. Siz nimani taklif qilasiz va qancha muddatda va qanaqa rezultat ko'rsatadi, qanaqa natija ko'rsatadi. Shular haqida ko'proq gapirishga harakat qiling. Yana boshqalar qiladigan saytlardagi eng ko'p xatolardan biri faktlar o'rniga umumiy gaplar gapiriladi. Bu qanaqa bo'ladi desangiz, biz mijozlarimizga g'amxo'rlik qilamiz. Buni o'rniga bizning xizmatdan foydalangan 267 kishi hozirda barqaror daromad topmoqda. Umumiy gapdan ko'ra aniq sizda oldin bo'lgan rezultatlarni aytib o'tishingiz kerak. Videoni shu qismigacha ko'rgan bo'lsangiz xursandman. Rahmat. Shunga o'xshash marketingga oid foydali kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Bundan keyin xudo xohlasa foydali kontentlar ko'proq chiqadi. Bundan tashqari Telegramda kanal yuritaman. U kanalda asosan digital marketingga oid kontentlarni berib boraman. Asosan copywriting, marketing va sayt konversiyasi haqida chuqurroq to'xtalaman. Agarda sizga qiziq bo'lsa, videoni opisiyaniyasida Telegram kanal uchun havola qoldiraman. Kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin.